Assalomu alaykum. Bugun siz bilan EasyTrade programmasini funksiyalarini ko'rib chiqamiz qisqachasiga. EasyTrade programmasi shunday ko'rinadi bizda va rukovoditelni akkauntini tanlaymiz. Hozircha besparol kiraveramiz. Bundan tashqari ishchilarimiz uchun tovarvet, kassir akkauntlari yaratilgan bo'ladi. Shundan kirganimizda EasyTrade bizda bir nechta bo'limlarga ajralgan bo'ladi. Продажи bizda полный sotuv bo'limi deb hisoblanadi. Skladskiy operatsiyada kirimlar, firma agentiga qaytaruvlarni qilish, inventarizatsiya va перечетlarni qilish funksiyalari bo'ladi. Va spravочникida biz hozirgi paytda hamma nomenklaturamizni, ya'ni tovarlarimizni, assortimentni qancha qo'ygan va necha puldan sotilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Kontragenti, покупатели shu joylarni bizda klientga bazani ko'rishimiz mumkin va aksiyalarni ochishimiz mumkin. Va administratsiya konstruktor отчетовda biz barcha hisobot отчетlarni chiqarishimiz mumkin bo'ladi o'zimiz uchun. Ya'ni отчет по продажам, остаткаlarni отчеты va XYZ ABC analizlarini, ya'ni qaysi tovarlar bizda ходовой, qaysilari ko'proq foyda keltirayotganligini ko'ramiz. Shu yerning o'zida gazovый smenani ochib открыть smenani qorishadi ishchilarimiz. Это вырежем. Закрыть smenani qilib biz yangi smenani ochishimiz mumkin. Va bu yerda registratsiya продажаga kiramiz. Shu yerda bizda kassovый ekran ochiladi. Bu yerda skannerdan urib tovarlarni tanlashimiz mumkin. Poisk orqali matnni yozib qidirishimiz mumkin tovarlarni. Va bir necha to'lov yo'llari bilan uni yopishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, EasyTrade programmasini eng katta afzalligi siz uni bir safar sotib olasiz va keyinchalik hech qanday abonent to'lovini qilmaysiz. Programmaning o'zi internet talab qilmaydi sizdan, lekin programma bilan birga sizga komplektda bepul Telegram bot keladi. Telegram bot sizga hamma urilgan cheklar, ochilgan yopilgan smenalarni hisobotga yuborib turadi. Uning uchun internet bog'lanish kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga xuddi shunday EasyTrade programmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz.